xodimlar past oylik oladi. Hukumat bo'limidagi xodimlar. Shuni nazarda tutmoqchi. Hozir tushunarli savol. Hozir tuman hokimiyat organlaridan respublika bo'yicha prezidentimiz qarorlari bilan hammasini oyligini yetarli darajada, sezilarli darajada oshirilgan. Hozirning kamida 10 milliondan oshiq oylik oladi bitta. Birinchi nazarda tutilmagan. Mumkinmi? Hokimiyat xodimlarini byudjetni oshib bajaryapti. Rag'batlantirish mumkinmi? Qonunda bormi? Qonunda bor. Lekin qonunda bor edi. Oldin oylik juda past hokimiyatni. Hozir tomonidan hokimiyat tizimini oylarini hozir ko'tarish natijasida misol uchun mutaxassislar kamida 5 million 6 milliondan oylik bo'ldi. O'rinbosarlarga 10 milliondan o'tdi. Bo'lim boshlig'iga 9 million 10 million bo'ldi. Shuning uchun hozir bundan muhtojlik qolmadi berishga. Chunki oylik ko'tarilgandan keyin oylik ko'tarilganlar qachon juda oz bo'ldi. Lekin oylik ko'tarilgandan keyin hozir berish mumkin, lekin bunga muhtojlik yo'q. Shuning uchun bu keyingi choralarga ajratilgan mablag'dan hokimiyat xodimlariga rag'batlantirish uchun ajratilgan. Shunaqami? Shularni tushuntirganda qattiq gapirdi. Choy ichmayapsizlar bilmayman.